Odamlar baxt saodatni farzandiga mol-u dunyoni ko'proq qoldirishda deb o'ylaydi. Omonlik, xavfsizlik, mana shu mol-u dunyoda bolalarim maza qilib yashasin mendan keyin deb o'ylaydi. O'shaning uchun mol-u dunyo qoldirmoqchi bo'ladi. Aslida-chi? Aslida Umar ibn Abdulazizni tariqasi to'g'ri bo'lgan edi deydi. Umar ibn Abdulaziz o'lim to'shagida yotganlarida so'rashgan, farzandlaringizga nima qoldiryapsiz deganda, Allohdan qo'rqishni qoldiryapman bolalarimga degan. Allohdan qo'rqib yashasa, keyinchalik u Alloh subhanahu va taoloning himoyasida bo'ladi. Solih inson bo'ladi. Vallohu yatawalla solihin. Alloh taolo solihlarning do'sti bo'ladi. Har doim qo'llab-quvvatlaydi. Farzandingiz solih bo'lib qolsa sizdan keyin Allohdan qo'rqadigan bola tarbiya qilib qoldirsangiz, bo'ldi. Alloh unga doim yordamchi bo'ladi. Lekin siz bolalaringizni tarbiya qilmasangiz-chi, bolalar solih bo'lmasa nima bo'ladi desa, ular Allohga dushman bo'ladi. Allohning do'stlariga dushman bo'ladi. Siz qoldirgan pulni o'shanga ishlatadi. Va siz ularni o'sha jinoyatiga pul tashab yordam berib ketgan bo'lasiz. Allohdan qo'rqishdan ortiq boylik yo'q. Axloq odobdan ortiq meros yo'q. Iymondan boshqa kuch-quvvat yo'q.